Ko'rishingiz mumkin shumkali navesimiz. Birinchi tagiga oq rangli panel qo'yilgan. Mebellarga ishlanadigan. Oppoq chiqishi uchun. Uni ustidan stiklavat qo'yganmiz. Buni vazifasi nima? Yoz kunlarda issiq. Hurmatli obunachilar, mana keyingi navesimizni olib keldik. Samarqand viloyati Al-Buxoriy rayoniga hozir qurilish jarayonlari ketyapti. Qurilib bitgandan so'ng yana qurilish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi navesimiz ham tayyor holatga keldi. Ko'rishingiz mumkin shumkali navesimiz. Birinchi tagiga oq rangli panel qo'yilgan. Mebellarga ishlanadigan. Oppoq chiqishi uchun. Uni ustidan stiklavat qo'yganmiz. Buni vazifasi nima? Yoz kunlarda issiq sovuq o'tkazmaydi. Yog'ingarchilik paytida ovozlarni kamaytirib beradi. Keyin ustidan profilasiga qo'yiladi. To'rlik qalinidan Xudo xolasaga hammaga tavsiya qilamiz.